Assalomu alaykum. Kimyo biz Telegram va YouTube kanali obunachilari, demak, elektron balans, ya'ni oksidlanish qaytarish reaksiyalarining elektron balans reaksiyalarini misol tariqasida kisital muhit bo'yicha ko'rib o'tamiz. Ya'ni elektron balansda qanday reaksiyalar tenglanadi degan narsani. Xo'p, birinchi o'rinda biz misol uchun bir reaksiya yozishimiz kerak. Misol uchun temir 2 sulfatning kaliy permanganat ishtirokida oksidlanishi muhit aytganimizdek, demak, kislotali muhit bo'ladi. Xo'p, endi bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bu yerda temir 2 sulfat bo'lsa, обязательно bu oksidlanishi kerak. Ya'ni temirning oksidlanish darajasi oshishi kerak. 2 dan temir faqat 3 ga oshishi mumkin. Shuning uchun temir 3 sulfat bo'ladi. Endi agar e'tibor berasiz, agar mana shu reaksiyamizda har bir qaysi oksidlanish qaytarish reaksiyasi qaysi bo'lishligidan qat'iy nazar mana shu kaliy permanganat va sulfat kislota bo'ladigan bo'lsa, bu tomonda albatta, demak, kaliy sulfati, marganiz 2 sulfati va suv har doim hosil bo'ladi. Shu narsaga biz e'tiborli bo'lishimiz kerak. Mana bu joyda ostiga chizib qo'yaman. Bu tomonda ham xuddi shuncha miqdorda, xuddi shunday tartib hosil bo'ladi. Bu birinchi, mana bu yerdagi qaytaruvchimiz qanday bo'lishligidan qat'iy nazar, bu qaytaruvchining o'zi oksidlanib mahsulot hosil qilaveradi. U o'zi har biriga o'ziga bog'liq bo'ladi, lekin kaliy permanganat bilan sulfat kislota bo'lgan joyda обязательно mana shu nimada mahsulot sifatida kaliy sulfat, marganiz sulfat va suv hosil bo'lishi kerak. Kaliy bixromatda ham xuddi shunday bo'ladi. Bunda kaliy xrom 3 sulfat, kaliy sulfat, suv chiqadi. Xo'p, endi oksidlanish darajalarini yozishga o'tamiz. +3, marganiz +7, xo'p, temir bu yerda +2, uzr, +2, marganiz +2 ga teng. Endi o'tishga yozishimiz kerak. Qarang, temir +2 oksidlanish darajadan, demak, temir +3 oksidlanish darajasiga o'tyapti. Lekin +3 da 2 ta bo'lyaptimi? Demak, 2 ta temir. Temirlar sonini tenglashtirib olishimiz kerak. Atomlar soni teng bo'lishi kerak. Endi qarang, mana shu joy asosida ishora qo'yishda juda ko'pchilik o'quvchilar adashadi. Misol uchun hozir 4 ga 6 bo'lyapti, +2 qo'yamanmi deydi-da. Yo'q, unday qilmaymiz. Men buni bir chiroyli metodini ishlab chiqqanman. Ya'ni o'ng tomondagi qiymatga, mana shu o'ng tomondagi qiymatga nechini qo'shsak, chap tomondagi qiymat kelib chiqadi deymiz. Misol uchun 6 ga nechini qo'shsak, 4 kelib chiqadi. Shunda -2 ni, bu yerda -2, ya'ni 2 ta elektron olgan hisoblanadi bu. Xo'p, marganiz +7 dan xo'sh, marganiz +2 ga o'tyapti. Bunda ham xuddi shu amalda o'ng tarafdagiga nechini qo'shsak, chap tomondagi kelib chiqadi. +2 ga nechini qo'shsak, +7 kelib chiqadi. +5 ni. Boshqa oksidlanish darajasi o'zgargan nima yo'q bizda, qism yo'q. Shuning uchun shuni o'zini yozaveramiz. Demak, 2 ga 5 bo'layotgan bo'lsa, bularni endi almashtirib tashlaymiz. Ya'ni 5 ga 2 qilamiz. Endi nimalarni, qiymatlarni qo'yib chiqish kerak o'rinlariga. Mahsulotdan qo'yib boshlaymiz. Shunga ham e'tibor qarating. Marganiz 2 dan pastdan boshlaylik. Xo'p, marganizni oldiga 2 qo'ysak, demak, chap tomonda, o'ng tomonda umumiy marganizlar soni 2 ta bo'ldi. Xo'p, chap tomonda ham 2 ta bo'lishi uchun bu yerga 2 qo'yamiz. Bo'ldi, marganizlar teng. Endi kaliyga o'tamiz. Kaliylar chap tomonda 2 ta, o'ng tomonda ham 2 ta bo'lishligi uchun buni oldiga 1 qo'yamiz. O'zi to'g'ri, aslida 1 yozilmaydi, lekin men mana shu joy endi bir band bo'ldi degan narsani nima qilish uchun 1 yozib qo'yaman o'zim. Xo'p, bo'ldi, bu ketdi. Endi temir. Temirni oldiga mana bu joyga 5 qo'yishimiz kerak.
5 qo'ysak, o'ng tomonda temirlar soni 10 ta bo'ladi. Shunda o'ng tomonda 10 ta bo'lsa, chap tomonda ham 10 ta bo'lishi kerak. Shunda bu yerga ham 10 qo'yamiz. Temirlar ham teng, kaliy teng, marganiz teng, temir teng. Endi sulfat qoldig'i SO4 ni ko'ramiz, qarang. Xo'p, 15, 16, mana bu ikkita bilan 18 ta bo'lyapti. Shunda o'ng tomonda 18 ta SO4 bor. Shunda bu yerda 10 ta bo'lsa, mana bu yerda 8 ta bo'ladi. Mana 10 ta, 18 ta sulfat bo'ldimi? Vodorodlarimiz 16 ta. Bu yerga demak 8 qo'ysak, reaksiyamiz teng bo'ladi. Reaksiya tengligini endi kislorodlarni sanab ham tekshirib ko'rsak bo'ladi. 80 ta kislorod bor. Chap tomonda e'tibor bersangiz bo'ladi. O'ng tomonda 4, 3, 12, 60, 64, 72, 80 ta kislorod. Demak teng. Xo'p. Endi oksidlovchi va qaytaruvchini hisoblab olishimiz, topib olishimiz, aniqlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda temir qaysi mana oksidlanish darajasiga e'tibor qaratishimiz kerak. Temir +2 oksidlanish darajadan +3 ga o'tyapti. Ya'ni oksidlanish darajasi ortyapti. Oksidlanish darajasi ortsa, bu qaytaruvchi hisoblanadi. Qaytaruvchi. Bu oksidlanish darajasi ortayotganligi, unda yaxshi. Uni alohida nima qilamiz? Ortayotganligini. Endi marganizga o'tsak, marganiz +7 dan marganiz +2 ga kamayyapti. Demak, oksidlanish darajasi kamaysa, bu kamayayotgan moddalarning hammasi oksid lovchi hisoblanadi. Agar bir reaksiyada bir nechta oksidlovchi yoki bir nechta qaytaruvchi bo'lishligi mumkin. Hozir endi bizning misolimizda faqat bittadan bo'lib qoldi bu. Demak, biz moddalarni hisoblab oldik, topib oldik, aniqlashtirib. Modda qaytaruvchi, modda oksidlovchi. Endi jarayonni ham nima qilib qo'yishimiz kerak, aniqlashtirib qo'yishimiz kerak. Bu yerdagi mana shu temirni +2 dan +3 ga o'tish jarayoni nima deb aytiladi degani. Xo'p. Oksidlanish darajasi ortish jarayoni oksidlanish jarayoni deb aytiladi. Oksidlanish darajasi kamayish jarayoni qaytarilish deb aytiladi. Qaytarilish. O'quvchilar dars jarayonida juda ko'p marotaba mana shu nimada xatoga yo'l qo'yishadi. Ya'ni eslab qolishimiz kerak bo'ladi. Qaytaruvchi oksidlanadi, oksidlovchi qaytariladi degan narsani aniqlashtirib olishimiz kerak. Va endi dastlabki bizning reaksiyamizda e'tibor bersangiz moddalar bor edi. Shularni bir alohida ajratib olsak, misol uchun kaliy permanganat bu yerda shunda oksidlovchi bo'lyapti. Har bir moddaning o'zining vazifasi bo'ladi. Bu demak oksidlovchi bo'lyapti. Temir 2 sulfat demak bizda qaytaruvchi vazifasini o'tayapti. Xo'p, sulfat kislota esa demak bu eritmada muhit vazifasini bajarib kelyapti. Demak, mana reaksiya tenglamasini, oksidlanish tenglamasini elektron balans usulida to'liq tenglashga harakat qildik va Kimyobiz Telegram kanalida xudo xolasa oksidlanish qaytarilish reaksiyalarining boshqa turlarini ham mana shunday holatda video qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.